Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doktor Jahongir. Bugun sizlar bilan hozirda ko'pchilik gapirayotgan, trendga chiqayotgan preparat aslida 2 fraksiyasi haqida gaplashamiz. Mana shu preparat hisoblanadi. Bu preparat o'zi qayerdan kelgan, nima sababdan shunaqangi zo'r, hattoki rak kasalligini davolaydigan preparat dori bo'lsa, nima uchun aptekada sotilmaydi, veterinariyada sotiladi? Haqiqatda foydasi bormi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Bu preparat tarixi 1940-yilga borib taqaladi. Rus manbalariga ko'ra 1940-yilda SSSR hukumati olimlarga shunday vazifa beradi. Shunaqangi dori yaratki, har qanday kasallikni davolay olsin. Ya'ni o'sha paytda urush xavfi, infeksion kasalliklar, radiatsiya muammolari bo'lgan. Shu tariqa SSSRdagi juda ham ko'p olimlar ishga kirishadi. Shu qatori o'sha paytda eksperimental veterinariya institutida ishlaydigan, ilmiy xodim bo'lib ishlaydigan veterinar Aleksandr Vlasovich Dorogov ismli inson ham ishga kirishadi. Hamda 1947-yilga kelib laboratoriyasida hayvon suyagi, go'shti, terisini yuqori bosim ostida qizdirib parchalash orqali biologik faol molekulalar ajratib oladi. Bu narsa hozirgi dry sublimation, ya'ni quruq distillyatsiya texnologiyasiga to'g'ri keladi. Hozirgi vaqt uchun bu oddiyroq narsa bo'lsa ham 1947-yil uchun bu juda ham katta narsa hisoblanadi. Aynan o'sha ajratib olgan fraksiyasi, ya'ni suyuqlik, biologik faol suyuqlik aslida antiseptik stimulyator Dorogov deb nom beradi. Aslida buni qisqartmasi. Antiseptik stimulyator Dorogovda 3 ta fraksiyasi mavjud. Birinchi fraksiyasi ishlatilmaydi, ikkinchi fraksiyasi ichish uchun hayvonlarga ishlatiladi. Uchinchi fraksiyasi faqat teri uchungina ishlatiladi. Shunday qilib bu dorini yaratadi 1947-yilda. 1950-yilda veterinar hamda boshqa olimlar orasida juda ham katta mashhurlikka erishadi. Haqiqatda veterinariyada zo'r effekt beradi. Keyinchalik bu preparatni odamlar uchun ham ishlatmoqchi bo'ladi. Shuning uchun odamlarga tajriba olish uchun ruxsat so'raydi, lekin ruxsat berilmaydi. Ya'ni farmatsevtlar va ayrim insonlar qarshi chiqadi. Endi nima sababdan shunaqangi zo'r preparat bo'lsa qarshi chiqishadi? Bunga turli farazlar mavjud. Birinchisi, bu preparat tarkibida karbon kislotalar, aminokislotalar, peptidlar, organik birikmalar mavjud va ichida o'sha payt noaniq bo'lgan ayrim birikmalar bo'lgan. Shu sabab odamlarda tajriba qilish uchun ruxsat berishmagan. Yana ayrim farazlarga ko'ra bu preparat shunaqangi zo'rki, har qanday kasallikni davolaydi. Ya'ni insonlar sog'lom bo'lgandan keyin doriga ehtiyoj bo'lmaydi va natijada farmatsevtik kompaniyalar o'z ishini yo'qotadi. Ya'ni dorilar sotilishi uchun kasallar bo'lishi kerak. Bu preparat odamlarni davolab yuborsa, farmatsevtlar ishsiz qoladi degan nazariya ham mavjud. Albatta bu rus tilidagi ma'lumotlarga ko'ra. Shu sabab odamlar uchun ruxsat berilmagan deyiladi va 1957-yilga kelib Dorogov sirli ravishda vafot etadi. O'lim sababi noaniq. Dorogov o'lgandan keyin o'zidan shunaqangi preparat qoldiradi. Endi bu preparat meni fikrim biologik stimulyator hisoblanadi. Ya'ni yaqqol davolab yubormaydi, lekin davolashga yordam beruvchi vosita hisoblanadi. Ichmoqchi bo'lgan insonlarga maslahat, birinchi o'rinda allergik reaksiyadan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni bu preparat
odam organizmiga qanaqa ta'sir qilishi noma'lum. Juda ham ko'pchilik bilan gaplashganimda bu preparat haqida, foyda bergani haqida gapirishdi, lekin hali birorta odam zararli ta'siri haqida gapirishmadi. Shuning uchun lekin ehtiyot bo'lish kerak. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Bu preparat hayvonlar uchun yaratilgani uchun bunda konsentratsiyasi balandroq bo'lishi mumkin. Ya'ni bu preparat 75% organik birikmalardan iborat. 25% suv. Shu sabab agar mabodo kimdadir ichish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, buni ko'proq suvga aralashtirib ichish kerak. Keyin buni yana bir zararli ta'siri qonni quyuqlashtirish xususiyatiga ham ega. Shuning uchun bu preparatni ichishdan avval qonni quyuq suyuqligini ham tekshirib qo'yish kerak. Va infarkt, insult o'tkazgan insonlarga ichmagan ma'qul degan ma'lumotlar bor usullar manbalariga ko'ra. Meni shaxsiy fikrim, ichmaslik o'zingizni ixtiyoringizda. Asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi keyingi videoda yana sizlarga qidirib, izlanib, topib yana bu preparat haqida qo'shimcha ma'lumotlar yetkazib beraman. Immunomed sahifamizga a'zo bo'ling, videoga like bosing, do'stlaringizga, tanishlaringizga ham bu videoni tashlab qo'ying. Ichmoqchi bo'lib turgan tanishlaringiz bo'lsa, ularga ham tashlab qo'ying. Bundan tashqari bizni Instagram, Telegram sahifamizga ham a'zo bo'ling. Bizni Telegram kanalimizda bu preparat haqida yanada ko'proq ma'lumotlar mavjud. Sizlar bilan doktor Jahongir bo'ldi. Agarda sizlarga foydam tekkan bo'lsa, bundan juda ham xursandman.